I got the gift from XSY guys. Skincare is our love language. Birinchi ochaman, sizlar ko'rasizlar. Ilkdan bu hozirgi aforizm bu tarafida wish yozilgan открыткаga o'xshaydi. Next one is brand logotipi tushirilgan shippi. Men как раз uyda shippi kiyaman. Keyingisi bizda dekoratsiya. Bizda suvenir. Uyga stol ustiga qo'yib qo'ysa chiroyli tursa kerak. Asosiy sovg'alar o'sha XSY niacinamidli o'sha serumi, sivoritkasi. Xuddi o'sha sivoritkani toneri. Ishlatib ko'rish kerak. Next please. Vegan collagen ice. Ice serum. Bu anaqa trendga chiqib ketgan. Menda как раз bor bundan. O'zimni pulimga olganman. Bu safar bu sovg'aga keldi. Bunda ikkinchisi bo'ldi. Ko'p ishlatdim menimcha. Bu foydasi juda ham zo'r bo'ldi menda. Dark spot correcting glow cream. U hatto oxirida sivoritka toner, sivoritka oxirida ishlatiladigan kremi. What's this? Bu tipa pack bizga nima yordam beradi? Chuqur tozalash uchun ishlatiladigan pack ekan. Yuzda qora tochkalari bor odamga menimcha ko'proq foydasi tegadi deb o'ylayman. Ishlatib ko'rish kerak buni. Bizda hozircha shular ekan. Вообще-то XSY nimaga menga bunaqa sovg'alarni berdi? Bugun Valentina kuni bo'lgani uchun вечеринkaga taklif qilishdi. Juda ham ko'p mashhur o'sha koreys yoki chet ellik har xil blogerlar va o'zbeklar faqat 2 kishi bor edi, Unikariya va men. O'zbek faqat biz borligimiz uchun juda ham biz uchun faxrli ish bo'ldi. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. Buning uchun XSY gruppasiga, Unikariya, mana opamga hammaga rahmat.